Assalomu alaykum, Yasin Motors kuzatuvchilari, YouTube sahifamiz obunachilari, yaxshimisizlar? Hammani kayfiyati yaxshimi? Xo'p, bu safargi obzorimiz aynan qovurg'ali bort lochin mototsikllarimiz bo'ladi. Ko'rib turgan oldindagi 3 ta lochin mototsiklini sizlarga to'liq obzor qilib beraman. Undan oldin esa Yasin Motors YouTube sahifasiga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Sababi bu videoni boshqalar ham ko'rishiga ancha yordam bo'ladi. Xo'p, hurmatli YouTube sahifamiz kuzatuvchilari, men ushbu ikkita lochin mototsiklini obzorini boshlayman. Novoy dizaynda ishlangan. Motoriga keladigan bo'lsak, motori 200 kubalik bo'ladi akalar. Пониженный funksiyasi bo'ladi. Xo'p, ushbu lochin mototsiklimiz ko'rishlaringiz mumkin, shamoldan asrashga mana bunaqa pana qiladigan oynalari ham mavjud. Ushbu lochin mototsikllarimiz 2 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan, vilkalari aynan mana shu yukni ko'tarishga mo'ljallangan 60 diametrli bo'ladi akalar. Ushbu lochin mototsiklimiz bakiga 20 litr benzin ketadi va 100 kilometrga 5 litr benzin sarflaydi. Bort qismiga keladigan bo'lsak, bort qismimiz qovurg'ali variantda bo'ladi. 2 metr 20 cm, 1 metr 35 cm hisoblanadi akalar. Bemalol 2 tonnagacha yuk ortsangiz bo'ladi. Bulardan assortimentlarimiz boshqa tumandagi filiallarimizda ham bor. Xo'p, akalar, endi shu joyiga YouTube sahifamizga yana bir bor obuna bo'lib qo'ying. Hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumot olish uchun esa tepaga telefon raqam qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'sha telefon raqamga murojaat qilib, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aynan bizda lochin mototsiklarini assortimenti juda ham keng. Kvadrotsiklarimizning ham har xil turlarida mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari oldi mana shunaqa kabinkali variantda ham lochin mototsiklarimiz bor. 1,5 tonna, 1 tonnaga mo'ljallangan, undan tashqari 2 tonnaga mo'ljallangan mana shunaqa yuk 3 oyoqli lochin mototsiklarimiz bor. Bemalol do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Butun Samarqand bo'ylab 5 ta tumanda filiallarimiz bor. Va bizda faqat barcha lochin mototsikllar zavod narxida. Agar kimga lochin mototsikllari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib, zavod narxida xarid qilishingiz mumkin. Bizni, ya'ni Yasin Motorsdan xarid qilsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati mavjud. Yaqinda 1,5 tonnalik yuk lochin mototsiklini Xorazmga chiqardik. Bundan oldingi videoda ko'rishingiz mumkin, aynan Xorazmga dostavkaga chiqarib o'rayotganimizni. Agar kimga lochin mototsikllari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Bu safargi obzorimizda mana shunaqa Novoy dizayndagi lochin mototsikllari bo'ldi.